Havo o'rtoqlar, hamma ko'rdi, hamma kommentariyalarni o'qib chiqdim. Eng ko'p ovoz turbina motor bo'libdi. Biz Atmo yig'otdik. Kelinglar servisga kirib ko'ramiz endi. Nima bo'lyapti? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Biz motor nima bo'lyapti? Nima bo'lish kerak? Mana Atmodan turboga o'tib ketdik. Endi buni biz emas, подписчиклар qildik-ku. Xudo xolasa qarang. Aka, nima ishli bo'ldi bunda? Nima qilyapmiz? Так, абсолютно yangi blok. Rossiyadan zakaz qilib olib keltirdik. Yangi nasos. Stepenlarini o'lchab, xudo xolasa 8,5 stepenga qo'yamiz. 1,5 zaduf qo'yasizlar, xudo xolasa 1,5 kilo, 1,5 kilo urmoqchimiz, xudo xolasa. Mana shu sostoyaniyasiga 1,5 kilo zaduf. Bu yerda nima yengilliklar bo'ldi bizda hozir? Hech kim qilmagan ishlardan. Yengillik hozircha mana xudo xolasa Vesta maxavik. Og'ir maxavik. Buni qo'ysa bo'ladimi? Qo'ysa bo'ladi. Xudo xolasa mana shuni qo'yib olamiz. Buni рабочий части ham kattaroq bo'ladi. И o'zi og'ir bo'ladi. Malay xodda mashina maza qilib yuradi. Nakati zo'r bo'ladi. Mana hech qanaqa diyorgit qilmaydi-da. Ko'pincha buni problem. rastochkalari, mana stepenlari dosiz qanaqa nima bo'ldi bu? Balansirovka qilamizmi, nima qilamiz? Balansirovka polisi bo'ldi. Mana hammasi avtoritetli qilingan. Kimga qiziq bo'lsa, допустим, mana balansirovkalarning narxi nima, qanaqa bo'lyapti? Arzon proyekt emas. Ko'p odam o'ylaydi, melish narsa ekan, yo'q. Mana shu o'zida просто balansirovka bilan tam nima desa bo'ladi? Balansirovka, moyka anaqalarning o'zi $150 yaqin pul ketyapti. Bu proyektimiz, xudo xolasa, kuzatilayotgandan ham yaxshi bo'ladi. Kuzatib boringlar, akalar. Xudo xolasa, nech pul nimaga ishlatayotganimizni hammasini yozib boramiz. Bitta blok bilan, bitta turbina bilan hal bo'lib qolmaydi. Qolgan zapchastlarni ham ko'rsatib, sizlarga tushuntirib, nech pul nima ketishini hammasini ko'rsatib boramiz. Drandlet proyektingiz nima bo'ldi? Qanaqa Drandlet 10 mingdan o'tgan 05 deb tosam, videosi motori bitib qoldi, yaqinda Toshkent ko'chalarida. Like bosib kuzatishsa, salonlari ham tayyor. Oxirida bitta YouTube'ga video obzor olamiz. Yangi narsalar ham degan aytgancha. Enquanto parede,